Xo'p, psixolog nimaga kerak? Avvalo o'zimga nimaga kerak bo'lganligi haqida gaplashamiz. Menga psixolog nimaga kerak bo'lgan? Men marafonda ham aytib o'tdim. Nima uchun qo'shnimni turmush o'rtog'i uni qadrlaydi, hurmat qiladi-yu, meni turmush o'rtog'im shunchalik sadoqatli, vafoli, farzandni onasi bo'lsam ham men istagandek meni hurmat qilmaydi degan savol bilan murojaat qilganman va psixologimni menga aytgan javobi meni hayratlantirgan. Siz o'zingiz uchun kiyinasizmi? Siz o'zingiz uchun bugun ovqat qildingizmi? O'zingiz uchun chiroyli ko'ylagingizni kiyib ko'chaga aylanishga chiqdingizmi deganda, nima o'zi uchun kiyinish deganman. Ya'ni meni o'zimni anglashga yordam bergan psixologim. O'shandan keyin meni miyamda o'chib qolgan lampochalarim yonib ketganda, haqiqatda o'zimni unutib yuborgan bo'lganman. O'zimni eshitmay qo'ygan bo'lganman, o'zim bilan qaytadan tanishtirgan psixologim.